Bismillahirrohmanirrohim. Sukut oltindir. 40-mavzu. Ba'zilar oz gapirishimiz va ko'p eshitishimiz uchun Alloh bizga bitta og'iz va ikkita quloq bergan deyishadi. Unda bu ta'birni ayollarga nisbatan qo'llasak yanada o'rinli bo'ladi. Ayollarning aksariyati sergap bo'lishlari ma'lum. To'g'ri, noto'g'ri hammasini ko'p gapiradilar. Bu yerda so'zimiz sergaplik haqida emas. Balki sharoitga qarab ba'zi o'rinlarda jim tura olishlik haqidadir. Shu joyda ko'pincha erkaklar aytadigan bir savol xayolga keladi. Nega erkaklar ko'pincha jim turishadi? Unashtirilgach va turmushning birinchi vaqtlarida juftlar bir-birlarini tanishga, o'rganishga harakat qiladilar. Suhbat mavzusi ikkisida bir xil bo'ladi. Turmush o'rtog'im meni ko'proq tanisin, tushunsin degan niyatda har ikkala tomon ham o'zi haqida gapiradi. Biroz muddat o'tib ular bir-birlarini qiziqishu shaxsiyatlarini tanib ulguradilar. Hayot tashvishlari bilan yugurib charchagan tabiiyki uyida dam olishga ehtiyoj sezadi. Kun bo'yi gapirib, gaplashib shundoq ham charchaydi. Shuning uchun ham ko'p gapirgisi kelmaydi. Bunday paytda xotin eri bilan suhbatlashgani, mos bir vaqt topgani ma'qul bo'ladi. Suhbat uchun eri charchagan vaqtni tanlamagani afzal. Bunday paytda sukut saqlashlik oltinga teng bo'ladi. Hech narsani o'ylamasdan gap ochishlik esa bir qancha salbiy natijalarga sabab bo'lishi mumkin. Buni nafaqat erkaklar, balki ayollar ham e'tirof etadilar. Demak, o'z-o'zidan erkaklar ko'proq jim qoladilar. Ayollarning ham ba'zilari qachon gapirib, qachon jim turish kerakligini o'rgansalar, a'lo ish bo'lar edi.